Voy zo'rku. Menimcha endi yetib qolsa kerak. Ha. Ana. Oho, bu safar juda ko'p-ku. Ertalabdan beri akam bilan tinmasdan harakat qildik. Iltimos, faqat qimmatroq qoling. Bizga pul juda ham zarur. Bo'pti, mana. Voh, nima deysiz? Endi yetarmikan? Bilmadim. Ha, hamma ishxonadami? Hozir boraman. Voy bechora, xurram bo'lib qoldi. Dadajon qarang. Akam bilan baklash ko'tarib pul ishlab keldik. Nima? Senga pul yetishmayaptimi, qizim, yo nimadir olmoqchimisan? Serialga tikilmasdan bolalarga qarasang o'lasanmi? Bakalashni sotib pul ishlab yuribdi. Ber qancha pul kerak bo'lsa. Xo'p. Qizim, hozir ayang qancha so'rasang shuncha beradi. Bo'ptimi? Kiringlar uyga. Bu pul sizga, dadajon. Menga? Bir kun ishga bormasligingiz necha pul turadi? Dada, bir kunlik vaqtingizni sotib olmoqchimiz. Har kuni eshitasiz, doim pul topishim kerak deysiz. Mana pul. Bir kungina biz bilan o'ynang. Qizim, O'rtoq xurram bo'lib qoldi. Ayjon, sizni ham serialdagi qanaqadir qahramonga qayorishingizni emas, bizga g'amxo'rlik qilishingizni xohlaymiz. Bolam, Biz hademay katta bo'lib qolamiz. Sizlarga erkalangimiz, birga o'ynagimiz, mehringizga to'ygimiz keladi. men ko'proq pul topay deb. Dadajon, bizga ko'p pul kerak emas. Bizga shunchaki ota-ona mehri kerak. sen yiqilgan toshlarga men bosh ursam qaniydi. Diydoringizga to'y olmadim, onajon. Onam, bizni kimlarga tashlab ketdingiz? Onajon, Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi bolalarim? Onajon, siz tirik ekansiz. Voy bolalarim, sizlarga bugun o'laman degmidi? Oho, aya, har safar osh qilsangiz uyimizni mehmon bosadi-ya, ko'z tegmasin. Yaxshi mehmon oshi ustiga keladi deb bolam, osham tayyor bo'lib qoldi. Qani, yuringlar bolalarim. Voy bolalarim, o'zi sizlarni rosa ham sog'inib ketuvdim-da. Qol qizim. Voy bolam, kuyma deyman, hech kim meni xavotir olma. Hozir o'king, Bayvi degan zo'r parashut olib kelgan Germaniya mahsuloti. Mana, qaraygan, dolani umuman qoldirmaydi. Hozir kelinimga aytaman, bir pasta yuvib, yangidek qilib beradi. Men bir oshdan xabar oling, qani, olib o'tiringlar. Hammalaringiz birdan kelib zo'r chiqibsizlar-da. Sen qalaysan? Hammamizga onam o'ldi deb telefon qilib tirjayishini qarang buni. Shunaqa ham hazillashadimi? Seni deb reisimni atmen qilib keldim. Ishxonamdan ruxsat so'ramay keldim. Haydashsa, oilamni sen boqasan. ertaga magistraturaga imtihon topshirishim kerak edi. Hech bolaligingiz qolmadi-da, aka. Ha, meni bolaligim qolmagan. Sizlar katta odam bo'lib ketgansizlar. Opamga telefon qilsam, chetga safarim bor deydi. Akamga qilsam, mansabim oshyapti, ishim ko'p deydi. Sen bo'lsa, hali u imtihonim bor, bu imtihonim bor deysan. Shunga shunaqa hazil qilish kerakmi? Opa, bugungi hazil ertaga kim bo'lsa-chi? Onamning nech kundan beri mazalari yo'q. Aka-ukalaring kelmay qo'yishdi, hatto tushlarimga kirib chiqyapti deydi. Sizlarga telefon qilsam, mana, reysam qolar ekan, ishim qochib ketmas ekan. Bir kun kelib diydor ko'rishish uchun onam o'lishlari shartmi? Bizneslarni deb. Bir kun kelib dunyoni pulini topishinglar mumkin. Lekin onamni qaytib topa olmaysizlar. Dunyoga berilib, onamni qariganini bilmay qopmiz. Onalarga ular o'tgandan keyin tobutini ko'tarishga talashadigan qo'llar emas. Ular tirik paytda bir piyola choy uzatadigan qo'llar kerak deydiganlar. Bittalak bosib qo'yamiz.